deymiz san'atkorlarga. Bravo deymiz, rahmat. Ajoyib Xorazmcha ohanglardan tortib Samarqandcha doira bazmgacha tashakkur va tasanno. Kuyovni do'stlariga esa hozircha tanaffus Fayz Yoqshon go'zal to'yimizni Temurshoh badiiy sahnasidan turib davom ettiramiz. Mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat, baland musiqa va shovqin menimcha onalarimizga xalaqit bermayapti degan umiddaman. Men ayni damda mana shunday go'zal insonlarimiz taklif etsakda, kuyovni do'stlariga ozgina tanaffus e'lon qilib bir onajonlarimizni sahnada ko'rsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Men sahnaga hurmat va ehtirom bilan bugun farzandlariga baxt tilab, bugungi to'ylarda eng quvonarli holatda bo'lgan Shahnoza onamizni davramizga, ya'ni Azbekning onajonlarini davramizga taklif etmoqchiman. Kelinimiz Xumaroyni onajonlari bilan birgalikda va maxsus kuyov bolamizni iltimoslariga binoan Shahlo ammajonlarni ham sahnaga, badiiy sahnaga kelishlarini so'rab qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Shahnoza opa, to'ylar muborak bo'lsin. Qayerdasiz? Ovozlarimni eshitgan bo'lsangiz, faqat iltimos tortinmasdan sahna tomonga meni yonimga kelishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ayni damda Azbekning qalbidan o'tgan so'zlar bizga matn orqali kelgan va onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun to'yim bo'lishiga qaramasdan bir quchoqlab yaxshi ko'rishlarini aytishni niyat qilgan kelin-kuyovlarimizni iltimoslarni yerda qoldirmasdan onajonlarimiz sahnaga kelishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Marhamat, Azbekning onajonlari Shahnoza onamiz bormilar? Kimni yonida o'tirib iltimos xabar berib qo'yinglar, men sahnaga chaqirmoqdaman. Shu bilan bir qatorda kelinimiz Xumaroyning onajonlari va maxsus Azbekning iltimoslariga binoan Shahlo ammajonlarni ham sahnaga kelishlarini so'raymiz. Marhamat, kelinglar. Kim o'tiribdi yonida? Ayol kulsa kuladi dunyo, yig'lasa agar yig'larkan dunyo, ayol baxtdari, ayol nur ziyo, ayollarimizni, onajonlarimizni asrab avaylik. Bugun mana shunday go'zal daqiqada farzandlariga baxt tilab, visol oqshomini cholayotgan to'y mezbonlari, volidey muhtaram onajonlarni sahnamizga yana bir bor taklif qilaman. Tashqariga chiqqan bo'lsa, iltimos chaqiringlar. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yonida kimdir o'tirgan bo'lsa, xabar berib qo'yinglar. Biz davrada kutmoqdamiz. Bormilar? Shahnoza opamiz, Azbekning onajonlari. Shahlo ammamiz ham kelisizlar. Qani? Shahlo ammamiz, keling. Xudo xola keling. Kelinni onalar tak chaqirib yuboringlar iltimos mana. Keling, birga kelinglar. Hozir Shahnoza opamizni ham topamiz, xudo xolasa. Balki mehmonlar bilan ovora bo'lib, tashqariga kuzatgani chiqqandirlar. Yaxshi niyatlar kelin-kuyovlarimizga armag'on bo'lsin va yaxshi niyat bilan tabriklagan holda bugungi kunni eng go'zal daqiqalarda baxt va visol oningiz muborak bo'lsin. Muqaddas hisoblangan oila sarhadlariga qadamlar qutlug' bo'lsin. Kelinlik, kuyovlik maqomingiz o'zingizga yarashgan, baxtingiz ham o'zingiz kabi go'zal va butun bo'lsin. Men aytaman, kelavering. Shahnoza opamiz bormilar mehmonlarning orasida? Yuqoriga chiqqan bo'lsa chaqiringlar iltimos. Kelinglar. So'z bitta fon berib turing endi. Men bu yoqda ekanlar, bo'ldi. Bitta qarsak chalib berib topdim. Qarsak bormi ayollar? O'tirgan onajonlar. Qattiqroq yurakdan. Xudangizni ham boshlab keling, bir o'zingizga yurib. Shahlo opa, keling siz ham ammajonlari, birga kelinglar. Mana. Shu yerdalar, siz kelavering. Shahnoza opa, bugun to'yda hayajondalar, men buni to'g'ri tushunaman, lekin takror va takror chaqirishga majburman. Sababi bugungi oqshom qahramoni Azbek, ya'ni o'g'lingiz, onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Yaqinroq keling iltimos. Nechta farzandingiz bor? 3 ta. Xudo xola keling yonlariga. Bugun sizlarni chaqirish men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Bosh uchun rosa qiynaymiz degan onalar ekan. Lekin ayni damda men chaqirmasam ham ilojim yo'q. 3 ta farzandlari bor. Endi bugungi kun qahramoni Azbek onajonlarning oldida qanchalik ulg'aymasin, baribir bola, lekin onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun mana shunday kamolga topishimda, el orasida o'z o'rnim topishimda maslahat bergan, xato qilganimda kechirgan, bolam deb boshimni silagan qo'llarni men hech qachon unutmayman. Onajon, rahmat. Meni dunyoga keltirganingiz uchun
mana shunday bekamni ko'z farzand qilib tarbiya berganingiz uchun sizning oldingizda butun umr qarzdorman. Bu qarzimni hech bir xizmatim bilan uzolmayman. Shunday bo'lsa-da bir quchoqlab yaxshi ko'raman. Rahmat hammasi uchun demoqchilar. Boshim qo'yay bugun hoki poyingizga, qalbim to'la mehr daryo soyingizga, mehribonim, tanhoginam volidam, boringizga shukr onajon, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim, yorug' yuzim qimmatimsiz, shu dunyodan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr deyman, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi so'lingizdan ibrat olsin sizning bosgan izingizdan. Onajon, volidam, qalbim yashnab ketar meni bir bora. O'g'lim, Azizbek degan tilingizda. Boringizga shukr deyman, boringizga. Men shu so'zlarni bugun yana bir bora aytishingizni xohlamoqchiman. Azizbek, o'g'lim, seni yaxshi ko'raman bolam. Baxtli bugun deb bitta mikrofonda aytasiz, kamerada butun umrga qoladi. Bilaman, Azizbek tug'ilgandan beri bu so'zlarni 1000 marta aytdingiz. Bugun yana bir marta shuncha mehmonlarning oldida aytishingizni iltimos qilmoqchiman. Bitta endi aytasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar mana bugun Azizbek o'g'limning va Xumora oilasining eng baxtli kunlariga. Ilohim hammani xonadonida shunaqa yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Shularning baxt kamolini biz ko'rib yuraylik. Bobojonlari, buvijonlari, ammajonlari hammalari sog' bo'lib yursin shularning baxtiga. Har doim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shularning xursandchiligini ko'rib biz ham xursand bo'lib yuraylik. Har doim xudochiligimiz uzilmasin. Shularning baxt kamolini ko'rib yuraylik. Baxtli bo'linglar, sizlarni har doim yaxshi ko'raman. Bitta qarsak bo'lsin qo'shilganlarga. Ayni damda Azizbek vakilinimiz o'zlari ham kelib, onajon yaxshi ko'raman demoqchilar. Mumkin bo'lsa, bolajonlar o'tirib olsa, orqada o'tirgan onalarga ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun mana uzoqda bo'lsa, monitor orqali ko'rishingiz mumkin. Shahlo ammajonimni ham juda yaxshi ko'raman, iltimos, onamdan qatorda yonlariga taklif qiling. Ammajon, boringizga shukr, onam o'rnida ko'raman, sizni yaxshi ko'raman deydi. Endi men mikrofonda uzoq qilmayman, o'zi kelib o'zingizga aytmoqchi. Men gapirmayman, o'zi aytmoqchi. Maxsus keling yo'l nomidan o'sha mashhur ohanglarda birga kuylaymiz. Hammasi sizni borligingiz o'rnak. Qani qarsangizlar eshitilmayapti. Marhamat. Dardlaringiz to'kib soching yangrasin, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Qani birgalikda hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hey! Onajonlarimiz sog' bo'lsin, g'ildiroq qarsagini eshitilmayapti. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xurlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim turtgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz. Ajinlarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Qani birga.
hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Arsa yine bo'lsin. Bitta esdalik rasmga tushdikmi? Shu daqiqada Shavkat aka ham yonimizda bo'lsalar, rasmlarimiz to'liq bo'lardi. Ruxsat bersanglar albatta. Shavkat aka qolaversa, bobolari Mirzo bobomiz qanday bitta rasmga tushishga kelinglar, bitta oilaviga. Shavkat aka bormilar? Bitta sahna tomonga, farzandi yoniga ozgina daqiqaga iltimos qilaman. Dadajonlarimiz sog' bo'lsin deyman. Mehribonim, jonim dadam, tashvishlari bilan ovora bo'lib, gohida sizni quchib, yaxshi ko'rishini ayta olmagan farzandlaringizni kechiring. Dada, keling sizni bugun bir bag'rimga bosay. Sizni qattiq yaxshi ko'raman. Borligingiz bizlarga tortiq. Kimim bor men uchun padardan ortiq. Hol so'ramadim gohida o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi eng yaxshi inson dada. Sizni yaxshi ko'raman. Mirzo buva, Shavkat aka bitta iltimos. Ozgina daqiqaga rasmga tushgani bizdan yonimizga kelishni so'ramoqchiman. Tashqarida bu chaqiringlar. Aka, Shavkat akam kelyaptimi? Yuqorida bu chaqiringlar, Shavkat aka. Mirzo buvamiz kelsinlar. Kelyapti mana. Bitta qarsa kelib bo'lsin. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehr bor dadam. Bitta quchoqlab ko'tarib qo'ying. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman.
sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Qaddingiz tik bo'lsin ilohim. Yoningizda mana shunday farzandlaringiz bor. Baxt kamolini ko'rib yuring deyman. Ana endi bitta dadam bilan onam bilan o'ynayman degan daqiqalarga ham yetib keldik. Ayni damda men shu xonadon farzandi Asadullayev Hasanjonni davramizga taklif qilmoqchiman. Chiroyli qo'shiqlar bilan yosh iste'dodli san'atkor do'stimiz bitta endi ota-onalarimizni raqslarga chorlaydi va eng go'zal navolar bilan bugungi kun qahramoni Azizbekka baxt tilab Asadullayev Hasanjon kuylaydi. Marhamat. Davlatim otam bor, davlatim otam bor, oq mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda Bitta o'ynaymiz endi. Meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor, davlatim otam bor, oq mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Rahmat. Toyxonalı to'ldirib, suymagan suydirib, toyxonalı to'ldirib, suymagan suydirib.
to'ydirib oshgohima qo'ndirib oynak yo'q uyda oshgohima qo'ndirib oynak yo'q oynak yo'q o'yna bugun to'yingdan o'yna oynak yo'q uyda bugun to'yingdan o'yna oynak yo'q uyda to'ylar muborak o'yna oynak yo'q uyda bugun to'yingdan o'yna Jallaka to'ylar muborak bo'lsin. Davrida oshna jurar, o'rtada kuyov turar. Davrida oshna jurar, o'rtada kuyov turar. Yurtimiz qanday zo'rar, o'yna kuyov o'yna. Yurtimiz qanday zo'rar, o'yna kuyov o'yna. O'yna kuyov o'yna bugun to'yingdan o'yna. O'yna kuyov o'yna bugun to'yingdan o'yna. O'yna kuyov o'yna, to'ylar muborak o'yna. O'yna kuyov o'yna bugun to'yingdan o'yna. Ayna balam oyna, bana zigir yenimdir. Ayna gülüm oyna, azizi gelgenimdir. Ayna balam oyna, bana zigir yenimdir. Ayna gülüm oyna, bayalım ana gördüm, gözleri yolda gördüm. Bayalım ana gördüm, gözleri yolda gördüm. Oyna ki oyna, bugün toydan oyna. Oyna ki oyna, toylar mübarek oyna. Aşıklarını suydurur, oyna ki oyna. Davrananı doldurur, oyna ki oynama. Akşam koyunda rastı ümidi dersan sene intiptarman sahar geçem elvidarım süttay akşam koyunda rastı ümidi dersan sene intiptarman sahar geçem elvidar sen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam sen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam hey! Akmakta kübremiz bu tanımsız soydayım Boşluklarım kılmakın Nalaklar kaydasız Gafletten kalıp bir gün Esnaf demek kaydasız Umurutup ketken soy Bilsen bari faydasız Sen şu felekten ayna alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam Sen şu felekten ayna alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam sen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam sen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca marcan takıp koyamam Asa Hoppa
Слева горы, справа горы, Афган и Кавказ. Там армяне зажигали свой народный час. Слева горы, справа горы, Афган и Кавказ. Там армяне зажигали свой народный час. Арабай, вай, 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 арабай, вай, вай. Вот кунали, вай, арабай, вай, 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 арабай, вай, вай. Вот я думаю, вай. Автомали старый город, ни Москва, ни Молдова. Но я думаю, говоря, оказаться Магадан. Автомали старый город, ни Москва, ни Молдова. Но я думаю, говоря, оказаться Магадан. Аравай, вай, 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 аравай, вай, вай. Вот кунали, вай, аравай, вай, 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 аравай, вай, вай. И сказали, вай. چشم سیاه داره قربانت شوم من خانت کجا یاره مهمانت شوم من چشم سیاه داره قربانت شوم من خانت کجا یاره مهمانت شوم من اره وای 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 اره وای 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 روت کنانه وای اره وای 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 اره وای 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 یک دو سه چهار دوای aman aman yaraman vay aman aman yaraman aman aman yaraman vay aman aman yar Cilvalanım ne karşımda durursa Cilvalanım ne karşımda durursa Anam sana yurmalay sana günay Özüm senden aylanay sana günay Hey! Güzel senden afiyet şu bahane Güzel senden afiyet şu bahane Zar kamar yarışır kamatı var Zar kamar yarışır kamatı var Cilvalarım ne karşımda durursa Cilvalarım ne karşımda durursa Anam sana gülay sana gülay Uzun senden aylanay sana gülay Ey malak sen çıkıp sen cana bağımdan Malak sen çıkıp sen cana bağımdan Hiç kim sanır sanki bu sarı güne Hiç kim sanır sanki bu sarı güne Cilvalarım ne karşımda durursa Cilvalarım ne karşımda durursa Anam sana gülbalay sana güne Gözüm senden aylanay sana göz Aman aman yaraman vay aman aman yaraman aman aman yaraman vay aman aman yar Doyma duyma hiç vakt sana doyma Doyma duyma hiç vakt sana doyma Mara geldi gelin kuş havasına Mara geldi gelin kuş havasına Cilvalarım ne karşımda durursa Cilvalarım ne karşımda durursa Anam sana kurbanay sana günay Uzun senden aylanay sana günay Yak dul seçor Yak dul seçor Yeah! Ruzia!
bo'linglar. Tabrik so'ziga tayyorlanib turinglar, hozir chaqiraman, maylimi? Faqat raqs emas, bitta kuyovjo'rlar ham hozircha o'tirib turinglar, bitta kelin tomonidan tabrik so'zi bor. Undan keyin albatta kuyovni do'stlarini taklif qilaman. Yana davom etamiz, to'xtamasdan joy oqshom bo'ladi. Ayni damda bugungi kun qahramonlari Azbek va Xumoroylarga baxt tilab, Xumoroy kelinimizni ukajonlari va akajonlari singlimizga baxt tilaymiz. Baxti ham go'zal bo'lsin. Hamisha hamma vaqt bizni mana shunday singlimiz borligidan faxrlanamiz, yaxshi ko'ramiz deydilar va eng go'zal ohanglarda bugungi oq libos kiyib baxt uylariga borar ekan. Hamisha hamma vaqt hamma yaxshi niyatlarimiz unga va bugun eng go'zal guldastalar bilan singlimizni tabriklamoqchimiz deydilar. Marhamat, maxsus bitta qarshi chalib qo'yinglar. O'ng tomonda o'tirgan mehmonlar ham, qolganlar ham monitorda bizlarni ko'rsatishingizni so'ragan bo'lardim. Mumkin bo'lsa Azizbek iltimosga binoan kelin bilan bitta pastga tushib berasizlar. Akajonlari va ukajonlari baxt tilamoqdalar va singiljonlari sha'niga bitta o'sha mashhur ohanglarni yangratishlarini iltimos qilgan. Tayyor bo'lsak, bitta qarsaklar bilan singiljonimga baxt deya go'zal qo'shiqlar bilan akajonlari va ukajonlarga navbatni beramiz. Marhamat. Hech bir yoqam chang yo'q edi xonada, ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida. Bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan. Oppoq ko'ngil oqqushginam, yuzi nurli quyoshginam, uchmoqdasan orzu tomon, manzil tomon qushginam. Akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar, yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar. Go'zal to'y muborak bo'lsin. Rahmat, aka. Farzandni onaga bo'lgan muhabbatini, otaga bo'lgan muhabbatini hammamiz his qilganmiz, lekin mana shunday daqiqalarda akani singilga, singilni akaga bo'lgan mehr muhabbatini ham hech nima bilan tenglab bo'lmaydi. Doimo jigarlarimiz, xondoshlarimiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa akalar nomidan singillariga baxt tilaymiz. Ana endi Azbek bilan qadrdon bo'lgan, yoshlikdan birga bo'lgan sinfdosh do'stlarning hammasi kelsin. Kursdoshlari ham bo'lsa kerak, u tomonda adashmasam, ha? Ular ham sinfdoshmi? Ha, ikkiga bo'linganmisizlar. Ey yigitlar, bu yoqqa keling. (2002larmi? 2002lar ruschasiga legenda bo'ladi, o'zbekchasiga afsona bo'ladi. Mana Xudo xolasa 21-asrning bolalari. U qolganlar bormaymiz dedim, nima dedi? Kelyaptimi? Azizbek, bemalol tepaga chiqib olavering. Bugun siz joyingiz tepada. Keyinroq zeriksiz jo'radan oldiga kelib o'ynashingiz mumkin bemalol. Hozir siz bilan birga sinfdosh yigitlar so'zga chiqmoqda. Bankir bo'lmasingizdan oldin ham ular siz bilan do'st edi, hozir ham do'st, to'g'rimi? Xudo xolasa Azizbekka bitta qarsak bo'lsin, baxt tilaymiz. To'yingiz muborak bo'lsin, do'stim. Va mana shu qarsaklar sadosi ostida siz bo'ydoqlar safini tark etmoqdasiz. Oila muborak bo'lsin. Endi har bitta sinfda ham, davrada ham bitta yaxshi gapiradigan bola bo'ladi. Kim shu? Sizmi? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shunday fayzli davramizning aziz fayzli qatnashchilari.
Hammangizni bugungi shukronalik kun, ya'ni yangi bir yosh olim vujudga kelayotganiga guvoh bo'layotganingiz bilan chin qalbimdan samimiylik bilan muborakbod etmoqchiman. Azizlar, qarang yosh oilani qanday quvnoq va baxtli turishini. Allohim mana shunday quvnoqlik va baxt ularni aslo va aslo tark etmasin deb qolamiz. Umrlarining oxirigacha mana shunday quvnoqlik va baxt qasrining tanho valiahdi hamda malikalari bo'lib yashasin. Ularning ota-onalari esa mana shu qasrning tanho qiroli hamda qirolichalari bo'lib yashasin. Va Allohimdan shuni so'rab qolamizki, ularga solih va soliha, qori va qoriya farzandlar nasib ro'zalasin deb qolamiz. Azizlar, agarda muborak qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, yuqoridagi tabriklarga qo'shiladigan bo'lsangiz, guldiroz qarsaklaringizni tasdiq qilasangiz, biz do'stlar xursand bo'lar edik. Rahmat kattakon aziz, Allohim qarsak cholgan qo'llaringiz aslo va aslo dard ko'rmasin deb qolamiz. Keling, gap spoti bilan deyishadi. Gapimizni yakunlash uchun do'st haqida ajoyib she'rga navbat beramiz. Xudo umr bersa, yashayversang to'q. Aytgimni yana 100 yil yashagisi yo'q, lek ko'ngil tubida yuz ochar bir cho'q, bir kunda bir soat bir yasha. Qafasga sig'maydi orzular qishi, joningni chimchilar ro'zg'or tashvishi. Ayt poyon topganmi bu dunyo ishi, bir kunda bir soat bir yasha. Dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli qadoq tutma, diydoriga to'y. Ostonangni to'ldirib ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat do'shnasha. Kimdir pul uchun ashar, kimdir gul uchun, quyosh osmonlarda nur uchun ashar. Ayt inson qachon do'shnashar? Hech bo'lmasa sen bugun do'shnashar deb qolamiz do'stim. Rahmat kattakon. Yuqoridagi tabriklar nafaqat senga, balki mana shu yerda bizlarni eshitib turgan barcha aziz qatnashchilarimizga ham muborak bo'lsin va hamroh bo'lsin deb qolamiz. Sizga ham kattakon rahmat. Bitta qarsak bo'lsin shu yigitga rahmat. Ertaroq so'zomad bersam uyga ketaverardim men. Rahmat, hammasi hazil. 2002 do'stlar, do'stiga ko'z tegmasin. Ana shu xonda yigitlari hammasi chiroyli odob va xulqiga ega. Azbek, baxtli bo'ling xudo xolasa. Xudo xolasa bir yil o'tib farzandlar so'yida birga mana shunday qator turish nasib qilsin. Men hozir endi bu yerda bu davrani sizlarga bera olmayman. Sizlar shu yoqqa borib Azbekni olib tushib o'ynaysizlar. Bu davrani esa men Shavkat akamning do'stlariga va'da qilib qo'ydim. Bu yoqda sinfdoshlar o'tiribdi, hali biror marta davraga chiqqanlari yo'q. Men hozir Shavkat akamning sinfdosh do'stlarini ham, yuqorida o'tirgan qadrdon do'stlarni ham taklif qilaman. Sizlarga esa u tomondan kuyov bolaning oldiga bemalol taklif qilib, do'stlar haqida qo'shilib bo'lganda davrani davom ettirishingiz mumkin. Qolgan tabrik so'zlarni bir quchoqlab o'ziga aytib qo'yaverasizlar va va'daga muvofiq yuqorida o'tirgan, pastda o'tirgan Shavkat akamizni, Shahnoz opamizni sinfdoshlari, dugonalari bitta endi sizlarga mana shu davra muntazir va biz maxsus to'y egalarining iltimoslari bilan sizlarni davramizga taklif qilamiz. O'rindiqda ko'p o'tirish sog'liq uchun zararli va Jahongir Mardiyev do'stlar haqida kuylaganda hamma raqsga tushsin. Tabrik so'zlari bo'lmaydi endi. Marhamat, bemalol endi hammani to'xtamasdan shu qo'shiqlarga, raqsinkor ohanglarga taklif qilamiz. Takror aytaman, Shavkat akamiz sinfdoshlari, do'stlari davramizga marhamat. Yasha. Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать, но вот беда, характерный простой. Ты на мне как очередной, ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать, девочка, стоп, не надо путать шалахов с ламбадой, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверьте мне, я парень то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом,
хочется сказать. Девочка, стоп, не надо путать шалахов с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь мне, я парень то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят нами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют нас умирать на белом холодном окне. Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голуби горят. Разбить Наташку, дергать за косу, на самокате мчится по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голуби горят. Разбить Наташку, дергать за косу, на самокате мчится по двору. Valla çoğu sağ mısın? Balki tunda shamollar ochar derazangni, sen turib oy nurida eslarsan o'tgan kunlarni. Shunda qarab senga yulduzlar, ustingda charaqlar osmon, paydo bo'lar ko'zingda yoshlar. Lekin u kunlar qaytmas hech qachon. Esingdami seni qish kunlari, sovuq shamollar uchirar qorlarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Esingdami seni qish kunlari, sovuq shamollar uchirar qorlarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Shohid akamiz do'stlari shu marhamat. Yak do'stay chormani, yashang mani.
رفتم سوی قصابه رفتم سوی قصابه گفتم ای قصاب گوشت خوب داره گفتم ای قصاب گوشت خوب داره دخترک این شب مهمانی منم آتشی قلبم پر جانی منم دلبر جانم حمید شیرین زبانم دلبر جانم حمید شیرین زبانم وای 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 ابر کشت مهمانه 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 رفتم سوی دلبره رفتم سوی دلبره گفتم ای دلبر روی خوب داره گفتم ای دلبر روی خوب داره دخترک این شب مهمانی منم آتشی قلبم بر جانی منم دلبر جانم حمید شیرین زبانم دلبر جانم حمید شیرین زبانم وای 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 ابر کشت مهمانه 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 asal kızım bana, yapma kızım bana, erkek kızım bana, nazlı kızlar içinde don bakınan bana, nazlı kızlar içinde don bakınan bana, nakunak da nakunak bana, şivaç da nakunak bana, şivaç da nakunak, hur mikunak, ezamina çpur mikunak, hur mikunak, ezamina çpur mikunak. Layla gama dastina Odina Layla gama dastina Odina xamir kardi Ezumashtaga kardi Bolalar qizim rafti Arg'amchina gul kardi Arg'amchina bog'i mozi Busulg'an orrimo Mozi Jamalaga bo'yda rozi Nozatda kunda rozi Kambi shumanda rozi Nozi G'oyra tumbakda rozi Rubobdan bir sozi Churmishim bor namozi Кто такой, давай, до свидания. Ты 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 кто такой, давай, до свидания. Yuragim tuk uradi, doirachi bumbaka bumbak qiladi. Yuragim tuk uradi, doirachi bumbaka bumbak qiladi. Bumbaka bumbak, maka bumbak, ey bumbaka bumbak, ey yakuse chorbale.
Layli, hepsi doram Layli, Layli can Layli, hepsi doram Layli, 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 Ali şirake Layli, 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 hepsi doram Layli, Layli can Layli, hepsi doram Layli, Layli can Layli, hepsi doram Layli, 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 hepsi doram Layli, 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 hepsi doram Rizgika. Şuhe! Xorazm nazgisi Anvar aka. Yangilar o'ynasin. Sarkirazgi bu qizlar qizishmang birdan birdan. Sarkirazgi bu qizlar qizishmang birdan birdan. Nazgini deb o'ynang, nazgini deb o'ynang. Olsuring har dam Akram nazgiga o'ynang. Aha aha aha. Vaha vaha vaha. Aha aha aha. Ishlang. Vaha vaha vaha. İstemang bu bir jadu, laylama bir dama masbun. İstemang bu bir jadu, laylama bir dama masbun. Lakırda kishtaka masbun, lakırda kishtaka masbun. Olsuring har dam, lazgiga o'ynang. Aha aha aha, vaha vaha vaha. Aha aha aha, ishlang. Vaha vaha vaha. Canım hasret digene Olsun yardam Lazgiga o'ynang birdan. Aha aha aha. Vaha vaha vaha. Aha aha aha. Ishlang. Vaha vaha vaha.
Nazgı dedim, çıkardım bize dedim. Karang bu kuza dedim, karang bu kuza dedim. Asırıya demerdim, Nazgı'ya oynayın hürden. Aha aha aha, vaha vaha vaha. Aha aha aha, işte vaha vaha vaha. Hey, aha aha aha, işte vaha vaha vaha. Aha aha aha, işte ibi ibi vaha. Sevgan yarımına yüreğe de derdi var. Derdi var, derdi var, derdi var. Ben sevgan yarımına yüreğe de derdi var. Söyleme ay sana ben kimini sever yar sen. Ana kız boy boy boy, ana kız boy boy. Ana kız gel ber hey, ana kız gel ber Salud. O'ynaganlar salomat bo'lsin. Payshanbadan kelgan opalarimizga ham rahmat, salomat bo'linglar. Albatta, yana qaytamiz Xorazmcha qo'shiqlari bilan. Ayni damda bizlar rosa xafa bo'lib o'tirgan kelin dugonlar nomidan bitta qo'shig'i bor. Hammasi chiqib olsin, keyin qo'yib beramiz, maylimi? Hamma chiqsin. Hamma chiqib bo'ldimi yoki? Maxsus Xumoraxon dugonajonlar nomidan bu tabrik so'zimiz musiqiy tabrik bo'lar ekan. To'yxona ma'muriyati iltimos bemalol chiroqlarimizni boyagi holatga keltirib o'chirib qo'ysanglar bo'ladi va biz maxsus kelin dugonlar nomidan o'sha tabrik qo'shiqlarga navbatni beramiz. Marhamat.
Yana bir martami? Bu aytaymi, opam men ham aytaymi? Rahmat. Huzur endi to'y egalari bor dedi. Qizlar xafa bo'lmaysa, men qo'limdan kelgancha chiroqlarni o'chirib berdim, qo'shiqlaringni qo'yib berdim. Rahmat, chiroyli tabrik, go'zal video bo'ldi deb o'ylayman Dilshodjon tomonidan. Barcha yaxshi niyatlaringiz sizlarga ham qaysi, sizlar ham yaxshi go'shankadagi kelin bo'linglar va shu trendni qaytarish qolgan do'konlarga nasib qilaversin. Endi markazga shirin tortlarimizni o'rnatamiz va mayin musiqilar ostida tort kelsak bo'ladi Mazbek. Keyin yana o'yin kulgi bo'laveradi. Maylimi? Ayni damda marhamat markazga bugungi oqshom uchun yaratilgan tumanning eng shirinliklar do'koni Fayzi tomonidan taqdim etilgan shirin tortlarni markazga o'rnatamiz. Temur Shoh to'ylar bazmgohi bilan yuksak saviyadagi to'yimizni go'zal tarzda davom ettiramiz. Ustozlarimizdan esa bir chiroyli musiqalarni iltimos qilamiz. Biz esa Azbek va Xumoroyga baxt tilab shirin tortlarimizni kesamiz. Marhamat. Ammajonlar keling, qani Shohrazod ham qanilar, keling, tort kesamiz, charchab qolmagan bo'lsangiz. Onangizni ham olib kelavering mayli. Opa singillar, ammajonlarni olib keling. Islom foto bugungi to'y tarlariga muhrlanmoqda. Bitta esdalik rasmlarga tushamiz. Amin cho'zib turaman gapni. Pichoqlar tayyor bo'lguncha rasmga tushib turinglar, kelinglar. Jahongir Mardiyev ijrosi go'zal navo. Kelin poshamiz onajonlar ham taklif qilamiz. Tortlarimiz tayyor bo'lgandan keyin mana shu go'zal musiqalar ostida shirin tortlarimizni kesamiz. Marhamat. Edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi. Tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Hayolimda seni hayolim qo'msaydi. Yo'q kim kelmaydi. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendan ham telbaroq oshig'i bemor. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendan ham telbaroq oshig'i bemor. Azob bu ishq, yo'llari chalkam sarson bu ishq. Ozor ko'p, davosi yo'q, sevmay bo'lar yo'lingda ishq. Bevafo yorni bilmayin sevdim, yurak kunam kuydirib ketdi. Mendan ketib ayt kimga yetding, bir bor sevib ayt kimga ketding. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendayin telbaroq oshig'i
agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor O'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan ham telbaroq oshiqi beymor qarisi gila bo'lsin go'zal ijro go'zal navolar marhamat shirin to'rtlarda baham ko'rmoqdamiz amma jonlar davrani erta tark etishdi kelin ham bersin kelinglar bu tomonda ammalar opalar uchta to'rt bor kuyov jo'ralar hammasi yetadi bo'ldi mana shuni olib ketamizda hozir uchiramiz to'rt tugasin to'g'ri zo'r zaksga rahmat charchamayapsizlarmi hayotingiz doimo to'rt kabi go'zal va shirin bo'lsin kuyovli do'stlari bor bo'lsin bugun negadir ishtahalari karnay to'rt ish bilan band menimcha doira bazmga tushib to'rtingiz kelib ketdi sen 19-kuni yeysan 19-kuni 19da yeysan 19-kuni yeysan ber 19da qaytaradi yedingmi kim ya mayli keyin oxirida hozir beramiz hozir ana endi hurmatli aziz mehmonlar Shavkat akam yetib keldilar bitta shirin to'rtlarda endi dadajonlarga bo'lishamiz marhamat Shavkat aka yaqinroq keling qarsa kelib bo'lsin otalarimizga ham rahmat ana sizga kelin sizga kuyov muborak bo'lsin ha o'g'lingizdan bermoqchi edim Shavkat aka rahmat bering yana bir marta
Bizani uzoqdan ko'rayotganlar monitorga qarab turasizlar. Marhamat Azizbek. Shundan ondan e'tiboran yangi oila sarxatlari qo'yilgan qadam qutlug' bo'lsin. Shirin tortlarni baham ko'ramiz. Marhamat, birinchi siz. Bitta qarsa kelib bo'lsin. Ovozingiz eshitilmayapti, do'stlar. Yilning eng ajoyib go'zal juftligi. Marhamat. Rahmat. To'rt kish murosamaga endi yakun yasasak, menimcha bo'ladi. Rahmat. Kim? Olib ket. Olinglar. Shavkat akamiz do'stlari bilan birinchi yaqinlari davramizga chorlaymiz. Talablarga binoan do'stim Shavkat akamiz. Mana bitta o'yin bo'ladi. Hey! Do'stlar, sinfdoshlar omon bo'lsin. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Ey bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Qarindoshdek bo'lib ketgan. Bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Bir do'stim bor qarindoshdek bo'lib ketgan. Hey, bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan. Bir do'stim bor hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Sog'indingmi bolalikni? Do'stim sog'indingmi bolalikni? Valloh ayirmagin meni do'stlarimdan. Xabar olib turardim u ko'zlarimdan. To'ymazimda chin do'stlarim davra naqshi. Bu dunyoda nomard do'stlar dushman yaxshi. Ey Alloh ayirmagin meni do'stlarimdan. Xabar olib turardim u ko'zlarimdan. To'ymazimda chin do'stlarim davra naqshi. Bu dunyoda nomard do'stlar dushman yaxshi. Sinfdoshlar yaxshi kunda yonimda, yomon kunda yonimda, yonimda har onimda, yonimda har onimda. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. To'ylarimda bularlar, yonlarimda turarlar, yorga deb baqirarlar, yorga deb baqirarlar. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Yoshligimizni eslab maktabimizga bordim. Ergasizlar sog'indim, ergasizlar sog'indim. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Omon bo'lsin boshlarim, oqarmasin sochlarim, yuzga kirsin yoshlarim, yuzga kirsin yoshlarim. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, sinfdoshlarim. Mening do'stlarim hamisha birga. Sinfdoshlarim
o'xshamaydi yuzing oylara almashmayman million xushro'ylara ey qo'yguncha o'xshamaydi yuzing oylara almashmayman million xushro'ylara dilorom dilorom nozli dilorom 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 qoshlari qalam dilorom dilorom ey nozli dilorom 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 ey qoshlari qalam Kızarda hayallarda Saçları ambardur şamallarda İki yüzlü kızargan Uyarganda Yürekkinem azaplarda Arifning boyida Maysalar açıldı malami boyida Geçerse oynatmış sadırning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi muhabbat kunida Malohat Menga bermagin jarohat Yuragimni navosi malohat Sen bitlasan daraxtdan olmasan sham desam olsan boshimga balolsan nejum uyalman sindirding meni uyalman Arifning bo'yida maysalar ochildi maloning to'yida kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida Malohat menga bermagin jarohat yuragimni navosi malohat Sarşabadan Lablaring muradbadan Chiroying yanon botirib yeymanla Ko'zlaring ham shahloda Ey yondirdingda ko'zim taqadona Kuydirdingda ko'nglimda devona Ko'chardaman chiqsam unib ket Ko'rib ketay seni shu bahona Jonim Sog'intirma men sog'intirsan Chidolmaysan-da jonim Shunaqa jonim Sog'intirma men sog'intirsan Chidolmaysan-da jonim Shunaqa hicran dağı Yaptalashar dilim dağı Şaşırırsan demezsen Sen asarlı kalkları O gülgülerin dertlerimde var Sarıdaların yüreğin zarı Her sağlama endimine can Muhabbetin ahır mende var Canım Sağıntırma men sağıtırsam Çıramaysan da canım Canım Sağıntırma men sağıtırsam Çıramaysan da canım Ey dilam bazam bobo Ey canım bazam bobo Ey dilam bazam bobo Ey canım bazam bobo Larzon bobo Cumon bobo Larzon bobo Cumon bobo Ey dilam bazam bobo Ey canım bazam bobo Ey dilam bazam bobo Ey canım bazam bobo Larzon bobo Cumon bobo Larzon bobo Cumon bobo Hey! Jak na budas, jak bobo keyfi budas Ey yürüyüşay safet bu yaşlar olmasa da şu kalpa
یک بود است یک نبود است یک بابا کیفی بود است ای ریشش سفید بویش دراز و سرش تو خلفا بابای خودش خور از باز خور ازش بود قد دراز بابای خودش خور از باز خور ازش بود قد دراز خور از دیلنگ ذاتش ذات گولنگ خور از دیلنگ ذاتش ذات گولنگ دیلم بزن بابا این جانم بزن بابا این دیلم بزن بابا این جانم بزن بابا لرزان بابا جومان بابا لرزان بابا یک دو سه چهار بله هایو کشان شوله خان شوله سمر خنچ خان هایو کشان سرودی خان سرودی اشتخان هایو کشان شوله خان شوله سمر خنچ خان هایو کشان سرودی خان سرودی اشتخان دیلم بزن بابا ای جانم بزن بابا ای دیلم بزن بابا ای جانم بزن بابا لرزان بابا جومان بابا لرزان بابا یک دو سه چهار بله Ista jura ista jura ista tu stai man sta tu stai vai sta tu stai vai sta tu stai vai sta Isto, kapira doshna isto kapira doshna isto tu stai man sto tu stai vai sto tu stai vai sto tu stai شو ساس میخوانه پری شو ساس زمان روزگار شو ساس میخوانه پری شو ساس شوندکی آی و دیوانا کندن ای و شوندکی آی و دیوانا کندن ای و باقای نخار تام شو آخیشقی راستی دقیقا باستخاق مادام قاق اصول کنید مادام قاق سرد گری گله گرنچه فاجر انچه دست راست و چپ که قرن جوره ای بکف بشته استا جوره استا جوره استا تو استای من استا تو استای و استا tu stai vai sto jak du se chor yeah Lady Joe, lady, head sit on a lady, sit on a lady, sit on a lady.
yaromat yar az ray durramat yak satalab kardam chashmashma giryonam yak satalab kardam chashmashma giryonam layli jon layli se doram layli layli jon layli se doram layli 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 se doram layli 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 se doram layli Vodom gülü maksimal Cananı naksimal Vodom gülü maksimal Vodom ki tu naksana Azım canlı naksimal Vodom ki tu naksana Te azım şura naksimal Layli can layli Bisi doram layli Layli can layli Bisi doram layli 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 Bisi doram layli 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 Bisi doram layli Ya du se çor Çor se du ya ke Şeyh Rashidi Guldiroz qarsak bo'lsa yigitlar, rahmat. Salomat bo'linglar, charchamaylar deymiz, Xudo xolasa. Hammaga baxt, davom albatta bo'lib qolar. Lekin ayni damda Temurshoh to'ylar bazmgohdan iltimos, chiroqlarimiz bitta yoqib berasizlar. Bugun Saida To'xoradonning eng go'zal va baxtli kunida siz u biz birgalikda mehmonda bo'ldik va oqshomni siz bilan biz birga go'zal qilib yaratdik deymiz va bugungi kun mezbonlariga to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin.
chiroyli dasturxonda o'tirib baxtli oqshomni bezadik. Endi mumkin bo'lsa qo'llarimizni duoga ko'tarib, savoblariga birgalikda sherik bo'lamiz. Otamni davraga taklif qilaman. Bitta endi nevaralariga baxt tilab, duo bilan to'yga yakun yasab beradilar. Marhamat, mumkin bo'lsa o'tirib olinglar. Imkon qadar suhbatlashmasdan, shovqin qilmasdan, bir-birimizni hurmat qilib chiroyli duolar bilan qo'shilsak chiroyli bo'ladi. To'yxona ma'muriyati iltimos, siz chiroylarni yoqib yuboringlar, maylimi yigitlar? Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Shavkatjonning xonadonida katta to'y tomosha bo'ldi. Holi qudrat, kuch qudrati yetgancha haq berdi, tomosha qildi. Men shu Shavkatjonning xonadoniga, shu ukamning xonadoniga yaxshi kunlarda o'tirishga ham vaqt tilakdoshman. Shavkatjon xonadonining doim to'y tomoshalar bo'lsin. O'yin kulgi ko'p bo'lsin. Kelasi yil mana shu Azizjon bilan kelin oyda nabira to'ylariga ham kelishga nasib tuzaylasin. Hamma vaqt sog' salomat bo'laylik. Hammanikida shunday katta to'ylar bo'lsin. Xudochiligimiz ming yilchilik bo'lsin. Allohu amin. Ana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahim. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat. Yaxshi niyatlar sizga hamroh bo'lsin. Bugungi baxtli kelingalarimizga baxt tilab, xayrlashmaymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Toylar mübarek ey yavrucanlar, toyhane bulsun tandıracağım yar yara. Gelen kâvler baktı bulaylar, kelgüsü yerine farzand küreğler al yar yavra. Hoşa karı maktubuliyem Kaç gidiyor?